Assalomu alaykum. Buxoro davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar fakulteti Bio-21 guruh talabasi Niyoz va Shahnozaning dialog, poliolog o'quv munosabatlari, o'quvchilar jamoasida ijodiy izlanish ishlarini tashkil etish bosqichlari mavzusida tayyorlagan taqdimot ishi. Dialog turlari va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar. Dialoglar o'quv jarayonida muhim hisoblanadi va asosan 3 turga bo'linadi: didaktik dialogik, erkin dialog va imitasion dialog. Didaktik dialogda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'quv maqsadlari asosida muloqot bo'ladi. Erkin dialog o'quvchilarning fikrlash, o'zaro suhbatlashish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Imitasion dialog esa real hayotdagi vaziyatlarni o'quv jarayonida qayta tiklash imkoniyatini beradi. Ushbu turlar o'quvchilarning suhbatlasha olish ko'nikmalarini rivojlantirib, muloqotda faollik, ishonchni oshiradi. Dialoglar o'quvchilar ishtirok etishadi va bilimlarni yanada mustahkamlashadi. Poliolog va o'quvchilar bilan o'zaro faol muloqot ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuvda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida ochiq suhbatlar olib boriladi va o'quvchilar jarayoni interaktiv tarzda tashkil etiladi. Statistikaga ko'ra, interaktiv darslarda 75% gacha o'quvchilar mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishadi. Poliolog metodikasi tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilib, o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, faol muloqot orqali muammolarni hal etish ko'nikmalari ortiqroq yaxshilanadi. Shuningdek, to'garaklarda, munozaralarda qatnashish o'quvchilar bilimini 40% gacha oshirishi mumkin. O'quvchilarning muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali o'qitish metodlaridan foydalanish muhimdir. Darslarda 30-40 zamonaviy texnologiyalarga asoslangan interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish o'quvchilarning til qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Jamoaviy ishlash va rolli o'yinlarda qatnashish orqali o'quvchilarning ijtimoiy muloqot ko'nikmalari yaxshilanadi. Nazariy ma'lumotlarga ko'ra, 70% o'quvchilar amaliy mashg'ulotlar orqali axborotni yaxshi o'zlashtirishadi. Shuningdek, 20-30 soatlik muloqotga oid maxsus kurslar muloqot ko'nikmalarini sezilarli darajada kuchaytiradi. O'quvchilarning muloqot madaniyatini oshirish uchun ularni turli munozara va debatlarda muntazam ishtirok etishga undash lozim. Tinglash madaniyati o'quv munosabatlarida muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonida samarali tinglash va talaba-o'qituvchi o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 30-40% vaqtini tinglash bilan o'tadi, lekin ko'pchilik bu ko'nikmani rivojlantirmagan. Tinglash madaniyati ta'lim sifatini 20-25% ni oshirishi mumkin. Ta'lim muhitini tiklash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus treninglar, metodlar mavjud. Shu orqali talabalarning diqqat e'tiborini oshirish va o'quv jarayonini optimallashtirish imkoniyatini beradi. Statistikaga ko'rsatishicha, yaxshi tinglovchilar davrni 50% gacha samarali foydalanishi mumkin. 5-sinfda ijodiy muhit yaratish usullari uchun bir qancha samarali yondashuvlar mavjud. Darsda va interfaol metodlarni qo'llash, masalan, guruhli ishlash va rolli o'yinlar o'quvchilarni faollashtiradi va ijodkorlikni rivojlantiradi. Shuningdek, muammolarni yechishga yo'naltirilgan topshiriqlar orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash mumkin. Darslarda turli san'at turlari, masalan, adabiyot, musiqa va tasviriy san'atdan foydalanish va ijodiy muhitni rivojlantirish mumkin. O'quvchilarning qiziqarli materiallar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu usullar bilan ijodiy muhitni yaratish mumkin. Bosqichma-bosqich ijodiy izlanish ishlarini rejalashtirish muhim jarayondir. Dastlabki bosqichda izlanish va mavzusi maqsadi aniqlanadi. Keyingi bosqichda mavjud bilimlar va resurslar tahlil qilinib, yangi g'oyalar ishlab chiqiladi. 3-bosqichda reja tuziladi va vaqt taqsimlanadi. 4-bosqichda izlanish ishlari amaliyotga tatbiq etiladi va ma'lumotlar yig'iladi. 5-bosqichda olingan natijalar tahlil qilinadi. Ular asosida xulosalar chiqariladi. Oxirgi bosqichda natijalar taqdim qilinib, kelgusidagi izlanishlar uchun takliflar beriladi. Har bir bosqichda ijodiy yondashuv va maqsadga muvofiq strategiyalar muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar jamoasida yondashuv va innovatsion ko'pincha ta'lim jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan. Masalan, kreativ darsliklar yordamida 30% gacha bilim ko'rsatkichlari yaxshilanishi mumkin. Shu bilan birga jamoaviy loyihalar orqali talabalar faolligi oshib, ularning 50% ko'proq ishtirok etishi kuzatilgan. Akt vositalarini qo'llash orqali o'quvchilar 25% ga tezroq, samaraliroq o'rganishi aniqlangan. O'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda ko'rgazmali vositalar, masalan, 3D model yaratish 40% ko'proq muvaffaqiyatga keltirilgan. Har bir yangi innovatsiya ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. E'tiboringiz uchun katta